Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa sizlarga chiroyli narxlarda yong'oq stol stullarimizni xudo xolasa obzorini qilib beramiz. Xo'p, narxlarni xudo xolasa oxirida aytib o'tamiz. Birinchi obzorni chiroyli holatda qilib beramiz azizlar. Xudo xolasa ishlarimiz 100% yong'oqda bo'lgan. Bir sifatlariga e'tibor berib qo'ysanglar ham bo'ladi. Machalkalari doimgidek sidinasiga 12 sm, plotisi yaxshi, mana siraz ishadigan machalkalar qo'yilgan. Arg'am chiqib berdik zakazimizga. O'ta skromniy holatda bo'lsin dedi, gullarni ham chiroyli holatda chizib berdik. Xo'p, tepasini machalkasini aytadigan bo'lsak azizlar, tepasiga 5 sm qo'yildi. Mana bir sifatiga e'tibor bersanglar ham bo'ladi. Mana machalkasini juda chiroyli holatda, orqasini ham skromniy skladka holatda ishlab berganmiz azizlar. Stolimiz 100% yong'oqda bo'lgan. Xo'p, kampligi nechta deydiganlarga 16 kishilik qilib berganmiz. Stollarning razmeri 4,5 metrga 1,20 holatda 3 ta smalasini qo'yib berganmiz. Stolini ham juda skromniy holatda qilib ishlab berdik. Sifatlariga bir baho berib qo'ysanglar ham bo'ladi. Videoda o'zi yaltirlab turadi. Smalasini 3 ta qo'yib berdik. Xuddi shu holatini 11,5 million so'mga qilib berdik. Xudo xolasa bemalol aloqa etsanglar bo'ladi. Sizlar uchun yana skidkasini qilib beraman. 11 milliondan xudo xolasa bemalol 16 kishiligini xarid qilsanglar bo'ladi. Shunaqangi 3 ta smalasi bilan. Xo'p, smalasiz 12 talik deydiganlarga 12 taligini 7,5 million so'mga qilib beramiz. Chiroyli holatda bemalol aloqaga chiqib, kuzatib, zakaz qilsanglar bo'ladi. Manzilimizni aytib o'tsak, manzilimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumanida joylashgan Optim mebellar. O'zimizni birinchi qo'l, o'zimiz sexdan xudo xolasa chiqarganmiz, chiqyapti. 12 kishilik xuddi shunaqa tumala holatida 8,5 million so'mdan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Optimda 3 million so'mdan ham boshlab stol stullarimiz bor. 3 million holatiga qarab. O'zi 3,5 millionliklarni 3 million qilib aksiya qilib qo'ydik. Ish sifati xudo xolasa zo'r holatda chiqqan 100% yong'oq. Bemalol pastdagi nomlarga aloqa etsanglar bo'laveradi. Xudo xolasa endi navbatdagisini ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Navbatdagisi juda chiroyli holatda shohona variantda chiqqan. Sizlarga navbatdagi komplektimizni xudo xolasa obzorini qilib beramiz. Xo'p, buni shtugi nechta deydiganlarga shtugi birinchi o'rinda 18 kishilik qilib berganmiz. Xudo xolasa Qarshiga ketyapti. Mana ish o'ta katta holatda, mana o'ta bagati ishlangan. O'ta chiroyli holatda. Spinkasiga 4 sm machalka qo'yib chester holatda ishlab berdik. Sidinasiga 12 sm ko'rayotgan bo'lsanglar bir xilda chekalari ham bir xilda chiqqan. Ish sifati xudo xolasa zo'r. Mana pastlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana strish tegmagan yerlari mana. Lakroni juda chiroyli holatda chiqqan. Machalkasi 12 sm. Yotiqligiga bir e'tibor bersanglar ham bo'ladi. Ancha yotiq. Xo'p, stulimiz xudo xolasa original shohona variantimiz. Buni kichikroqlari ham bor. Ancha original holatda chiqqan. Juda chiroyli holatda chiqqan. Xo'p, orqalarini aytib o'tadigan bo'lsak, shunaqangi machalkalar qo'yib, pardali qilib, skladkalarni qo'yib berdik. Xo'p, e'tibor bersanglar, fonning aylanasiga arg'am chizar. Original zarb qilganmiz. Mijozimizga xudo xolasa yoqadigan holatda, chiroyli holatda qilib berdik. Xo'p, stolning razmeri necha deydiganlarga 4,5 metr qilib berdik. Ikkita o'rtasiga shunaqangi chiroyli holatda akvariumlarni qilib berdik. Aynali, mana aynak qilingan, ya'ni akvarium. Bir yaqinlashtirib ko'rsatib qo'ysak ham bo'ladi. Ancha yaxshi, xudo xolasa kuydirilgan, ancha sinmaydigan aynak. Qalinligi ham zo'r 5,5. Xudo xolasa ancha qalin, yaxshi holatda chiqqan. Stullarimiz 100% yong'oqda bo'lgan. Buni 12 kishiligini xuddi shu holatda narxi necha pul deydiganlarga 12 kishiligini 13 million so'mdan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. O'zimizning kanalda pastdagi nomerlarga aloqa qilsanglar bo'ladi. Xuddi shu turgan holatini 19 million so'mga xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib berdik. Stollarimiz MDFda bo'lgan. Chekalarni ham xudo xolasa ancha yaxshi, chiroyli holatda qilib berdik. Smalasi 3 ta qilganmiz buni, xuddi shu holatini 3 ta yaxshi smalalar qo'yilgan. Bu komplektimiz xudo xolasa vohaga ketyapti. Vohalik klientlarimiz zakaz bergan, xudo xolasa chiroyli qilib berdik. Manzilimizni bilasizlar, Andijon viloyati Oltinko'l tumanida joylashgan Optim mebellar. Barcha turdagi mebellarni yetkazib, ustanovka o'rnatib berish xizmatlarini qilib beryapmiz. Dastavkasiga kelib aytadigan bo'lsak, aytgan narximizda vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo tekin. Pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Manzilimiz Andijon viloyatida. Xudo xolasa fikrlarni kommentariyada kutamiz. Narx arzon bo'lsa bir dona like tugmachasini bosib qo'yasizlar.